avlodga berishda Ana shu o'yin liga topshirmoqchi. mehnati bilan Ona tilini ish ko'rsatib kelyapti. Mana shunday o'qituvchilar qancha ko'p bo'lsa, maktabimizda vatanimizga shuncha ravnaq topadi vatanimiz. Yosh avlod bilimi yanada chuqurroq bo'ladi deb o'ylayman. Ko'rsatuvimiz qahramoni Farida Razoqova tinimsiz harakatda. Hamkasblari bilan goh u, goh bu mavzularda fikr yuritadi. Iste'dodli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, yo'l-yo'riq ko'rsatish borasida tinim bilmaydi. O'z o'rnida shogirdlar ustozlari yo'lidan borishni, ustozlari kabi o'qituvchi bo'lishni orzu qilishadi. Ko'rsatuvimiz qahramoni o'qitgan o'quvchilar turli ko'rik-tanlov va fan olimpiadalarida munosib ishtirok etishmoqda. Teşekkürler. Teşekkürler verganlar. Jamoamiz o'rtasida hamda o'quvchilar o'rtasida o'z madrasasida bu o'qituvchimiz shu maktabni alohida tugatib, oliy ta'limga kelib, o'zimizga Cho'chini yo'qsan bu yerda. Men senga aytaman, borib tillarga chiqasan deyman. Mana aka Layla. Shaqasi ma'lum. Maktabimizda tashkil etilgan fan to'garaklarida ham o'zining Men borganda qurib men olardi. Shu. Hali bormasdan. Hayot insonni goh u, goh bu so'qmoqlar tomon yetaklaydi. Bunday